Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Jigar sirroz kasalidan yana bir bemorimiz qutuldi. Alhamdulillah. Andijon viloyati Izboskan tumanidan Ashurbek ukamiz yillar davomida jigar sirroz kasalidan qiynalib kelgan. Qorinlar ishgan, sirroz yaxshi bilasizlar, oyoqlar ishgan. Bizni Hamro Travel Medical Turizmga murojaat qilishdi, yaqinlari ishxonamizga keldi. Mana jigar haqida to'liq ma'lumotlarni berdim. Hattoki bularga aytdimki, vaqtida borsanglar, vaqtida. Ya'ni jigar mana bunaqa holatga kelmasdan oldin, ya'ni bundan ham og'irrog'i bunaqa holatga kelishdan oldin Hindistonga xudo xolasa yetib borsak, marra bizniki. To'g'ri tushunchalarni berdim. Hattoki bular o'zingizni operatsiya qilgan doktor haqida gapirib bering dedi. Mana janob Subhash Gupta haqida gapirib berdim. Max Saket klinikasini tanlashdi bular. Ya'ni ukalari Zohriddin ukamiz donorlik vazifasini va ayoli qarovchilik vazifasini bajarib Hindiston diyoriga yo'l olishdi. Bizni Hamro Travel Medical Turizm ishxonamizga kelganda hattoki Ashurbek mashinadan tusha olmadi. Ya'ni domla so'rashib qo'ya dedi-yu, lekin quvvati yo'q. Men aytdim, yo'q, tushirmanglar. Men bu kishini o'zim ziyorat qilaman deb ishxonadan chiqib, ko'rishib, duo qilib uchirib yubordik. Mana alhamdulillah operatsiyalar bo'ldi. Bu yog'ini o'zingizlar ko'ringlar. Mana qora aka yuriyapti, xudo xolasa. O'zi u 2-3 kundan beri yuriyapti, endi videoga olyapman. Bir hafta bo'ldi mana chiqqaniga, operatsiyadan chiqqaniga bir hafta bo'ldi. Endi o'zi bemalol yuriyapti. Mana bu jigar peresatga qilgan kasalimiz, xudo xolasa domla xo'jayinim mana xudo xolasa palataga chiqyapti bugun. Bugun 7-kun mana. Yaxshi, o'zi ovqatlanyapti, o'zi yuribdi. Hamma yoqqa o'zi borib kelyapti, xudo xolasa. Hozir palataga chiqib ketayotganiga yotib oldi. O'zi zo'r. Assalomu alaykum, domla so'zingiz. Yaxshi bo'lib qoldi, xudoga shukr mana. Mana donorimiz Zohriddin tez kunda reanimatsiyadan chiqib, palataga chiqib, bemalol aylanib, yaqinlar bilan gaplashib yuribdi. Mana alhamdulillah bu darddan bular qutuldi. Allohga hamdlar bo'lsin. Ashurbekni, Zohriddinlarni oilalariga, hammalaringizga shu bemorni yaxshi bo'lib ketishligi uchun harakat qilgan do'stlari, qavmi qarindosh, mahalla duoda bo'lib turdinglar. Duolar qilib turdinglar. Hammanglarga rahmat. Ashurbek zo'r bo'lib qoldi, xudo xolasa. Yaqin kunlarda vatanga qaytish arafasida bo'lar. Eng e'tiborga molik tomoni doktor Subhash Guptani o'zini qo'liga borishdi. Mana ko'rib turganingizdek, Mana biz doktorlar kelib har kun tekshirib turibdi. Hammani palatamizdagi. Shuncha. Mana bizni tekshirib o'tib ketdi. Bu ham yaxshi. Zo'r bo'lib qoldi mana 3 kun ichida. Juda ham yaxshi, zo'r. Bu odam ham jigar sirroz bilan o'rgan ekan, bugun javob beryapti. Gupta janoblari o'zi mana o'zi apot qilyapti, o'zi xabar olyapti va necha bor bo'lsa bemorning oldiga kirib o'zi gaplashyapti. Nima demoqchiman? Ba'zi odamlar, ba'zi insonlar janob doktor Subhash Guptani boshqa klinikada operatsiya qilyapti. Men sizlarni shu yerga olib boraman, arzonroq olib boraman, biletlarni ham qilib beraman va hokazo deb juda alvosini qasamini ichib olib boryapti-da. Afsus, Subhash Gupta Max Saket klinikasida ishlayapti. Mana nechta bemor borib kelayotgan bo'lsa, Gupta kirdimi deb so'rayman. Ha, erta bilan kiradi.
operatsiyadan keyin kechki tomon ham kiradi. Har kuni o'zi 2 mahaldan xabar olyapti. Hattoki mana fotolarga tushyapti, video qilishyapti. Haqiqatan Gupta juda ham kichik ko'ngil, bemorni ko'nglini olishda bila oladigan, nafaqat qo'li gul deymiz-ku, nafaqat qo'li gul, balki muomala ham yaxshi. Ya'ni bemorga qaysi vaqtda nima deyishdi, bemor bilan qaysi vaqtda ko'rishdi bilar ekan bu doktor. Chunki endi tabiiy bilishligi 30 yildir, 40 yildir tajribasi bor. Hali bizda bitta gap bor-ku, bemorga yaxshi gap necha foiz, balkim 90% shifo deydi-yu. Bemorni ko'nglini ko'tarishda o'zi katta bir talant, katta iste'dod bu. Subhash Guptada shunaqa qobiliyatlar ham bor ekan. Ya'ni ko'p bemorlardan so'rayapmiz, Gupta bilan ko'rishdik, kiryapti. So'zimni oxirida yana meni bitta odatim bor, ogohlantirib qo'yaman. Subhash Guptani agar qo'liga borib operatsiya qildirmoqchi bo'lsanglar, Max Saket klinikasiga borib operatsiya qildiringlar. Gupta haftada 7 kun bo'lsa, 6 kun shu yerda. Ya'ni bir kun yakshanba ular ham inson dam oladi. Shuning uchun mana ular ketayotganda biz shartnomalarni qo'liga berdik, tanishib chiqishdi. O'zlari bilan bir nusxasini oldi va bizda bir nusxasi qoldi. Mana biz pechatlarni bosib, kafolat xatini qo'liga berib yuborganmiz. Mana hozir ham shu kafolat garovida turibmiz. Doim alo qilsa, mana o'zlarining nomerlarini ham qo'yib qo'yaman, telefon nomerlarini. Hali yangi boruvchi odamlarga nima kerak? Yaxshi bitta motivatsiya kerak. Haligi biz o'zbeklarda bitta gap bor-ku, 1000 marta eshitgandan 1 marta ko'rgan yaxshi deydi-yu. Bemalol bulardan suhbat qilishingiz mumkin. Ya'ni tabib boshdan o'tkazgan tabib. Bemalol gaplashib, men ham bormoqchi edim. Eng birinchi o'rinda bizni ishimizni tartibini so'rang. Hozir aldanib qolayotganlar ko'pda. Xo'p, men Hindistonga ketyapman, aldanib qolmaymanmi degan savolni birinchi bo'lib beringlar. Chunki qolgan savollaringiz hammasi nima deydi? O'zingiz uchun. Birinchi bergan savolingiz oilangiz uchun. Aldanib qolsangiz hamma jabr tortadi. Oila to'g'risi xotirjamlik yo'qoladi. Qavmi qarindoshlarda ham xotirjamlik yo'qoladi. Qudanda, do'stlar va hokazo. Eshitdinglarmi, palonchilar aldanib qolibdi, Hindistonga borgan ekan, otilibdi, bunaqa bo'pti degan tashvishni hammaga keltirasiz. Shuning uchun birinchi bergan savolingiz bemorni o'ziga alo qilib Hamro Travel Medical Turizm mana shu qoraka orqali, Abdurahmon domla orqali boribsizlar, aldanib qolmadinglarmi deb so'ranglar. Birinchi bergan savolingiz shu bo'lsin. Ular boshidan kechirganini ular haq gapiradi. Ular rost gapiradi. Chunki xato bo'lsa xatoni aytadi, yutug'i bo'lsa yutug'ida aytadi. Ana bundan keyin dardingizni, boshqa qiziqtirgan savollaringizni berib olishingiz mumkin. Mana ashrorlar xudo xolasa yaqin kunlarda kelishadi. Bizni Hamro Travel Medical Turizm doim bemorlarni dardiga hamroh. Alloh taolo bularga komil mukammal shifo bersin. Shu Ashurbekni oilasiga, bularning qalbiga, shularning qavmi qarindoshlarini doirasiga kirgan xursandchilikka ozgina bo'lsa ham bizni hissamiz qo'shilgan bo'lsa, alhamdulillah biz mamnunmiz. Men shuning uchun bu karvonga chiqqanman. Shuning uchun bu karvonni men boshidaman. Shifo karvoni. Shifo topganlar qo'shiladigan karvon bu. Bu karvon abadiy qiyomatgacha bo'lsin. Bizdan keyin ham shogirdlarimiz, farzandlarimiz bunaqa xayrli ishni ilohim davom ettirsin. Vatanparvar bo'lsin, vatandoshlarimizga nafimiz tegadigan manfaatli hayot kechiraylik. Mana bu qo'yilayotgan raqamlar shaxsan o'zimni telefon raqamlarim. Bemalol telefon qiling. Kechasimi, kunduzimi, qachon bo'lsa ham maslahat so'rang. Ketyapmiz yoki bormoqchimiz, domla nima maslahat berasiz? Vatandoshimsiz, qo'limdan kelganicha maslahat beraman. Qo'limdan kelganicha sizga rost va ravon, to'g'ri maslahat beraman inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.